ziyorat. Mana bu tomoni ham qabriston ekan. Kim bu kishi? Xabardorkan kim? Siz bilasizmi? Xabardormisiz? Ishkomish degan qishloqqa, ya'ni shu Bobo Rahim Ashraf ziyoratiga keldik, qabrga. Mana shu yerda joylashgan ekan, juda ham uzoq. 450 kilometr yo'l yurdik ertalabdan beri. Mana shu ekan. Kirsa bo'ladimi ichiga? Mana do'stlar, shu Bobo Rahim Ashraf qabri joylashgan qishloq. Rosa qidirdik buni do'stlar, ancha qiynaldik uni topish uchun. Mana shu yerda ekan. Boraylikcha ichkarilarni ko'ramiz, qanaqa holatda ekan. Mana do'stlar, o'sha ziyoratga boryapmiz. Boraylikcha ichkari qanaqa. Mana bolalar o'ynayotgan ekan. Bu Taxor viloyatiga tegishli Ishkomish nimasi qishlog'i. Ikkita nom qo'yilgan ekan, bitta Bangi, bitta Ishkomish degan. Mana yosh bolalar o'ynayotgan ekan bu yerda. Oyog'im qaqsibdi ya. Nega bilmayman. Qabras yo'q, kudam chavkas. Ha. Ham qabras. Mana do'stlar, bular qabr ekan. 3 ta qabr. Bu yerda joylashgan ekan. Bular nima? Mana do'stlar, Bobo Rahim Ashraf Qalandar asli qabri mana shu yerga joylashgan ekan. Bu aslida Afg'onistonning Balx viloyatida osib o'ldirilgan. Keyin bu yerga bilmadim qay tarzda masalan olib kelingan, masalan piyoda ko'tarilib kelgan, bilmadim. U vaqt mashina yo'q ekan. Mana maqbarasi do'stlar. Bu yon atrofi qabriston ekan. Mana shu ziyorat. Mana bu tomoni ham qabriston ekan. O'zbekcha bilasizlarmi? Ha? O'zbek yodori. Mana do'stlar, ichkariga kiramiz. Mana Bobo Rahim Ashraf qabri. Mana ichkari maqbarasi. Yomg'ir tegmasligi uchun mana shunaqa ustini birab bezab qo'yishgan. Hali unchalik tuzatilmagan. Mana do'stlar. Asl Bobo Rahim Ashraf qabri mana shu bo'ladi do'stlar. Taxor viloyati Ishkomish qishlog'ida joylashgan ekan. Juda ham uzoq yo'l yurdik. 450 kilometr yo'l yurdik do'stlar. Mana do'stlar, ziyoratni yon atrofi. Mana bu yerda yozib qo'ygan ekan, ko'raylikchi nima yozilganligini. Mana bu esa o'shana maqbarasi. Uni ichkarida ko'rdinglar, qabr joylashgan. Mana bu Ishkomish degan qishlog'i bo'lar ekan. Juda ham topolmay qiynaldik do'stlar. Mana bu Ishkomish qishlog'i. Taxor viloyati Afg'onistonning. Mana hozir keldik bu Rahim Ashrafni ikki kalima Qur'on o'qib, bularni maqsad oldin. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim.
آمن الرسول بما أنزل إليك من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إله آمين. شهدياتكم ulug'lana. Muborakum mashrafni Alloh taolo g'araka rahmat qilsin. Qolganlarni Alloh taolo umrini uzoq qilsin. Boko Parvardigoro muborakum mashrafni o'zing g'araka rahmatingga olgin. Bu ulug' zot edilar. Mashrab edilar, shohi mashrab edilar. Shoh deb bu o'z nafsigadan g'alaba qozongan ulug' zot edilar. Boko Parvardigoro o'zing g'araka rahmatingga olgan bo'lgan. Rahmatiga ya Rahmanrohim. Birodar azizlar, assalomu alaykum va rahmatulloh. G'aznada, nimada, Baliqda osilgan Bobo Rahim Mashrabning qabrlari shu yerda. Menga bir qiziq bir holatki, Bobo Rahim Mashrabda o'sha Baliqda osilgan bo'lsalar, bu qadar uzoqlikka 400 kilometr, 400 kilometrdan ko'proq menimcha. 400 kilometrdan ko'proq. Ancha shu yergacha bo'lgan joygacha nima uchun bu yergacha olib kelindi? Nima Mahmudxon shu qadar Bobo Rahim Mahmudxon uchun shu qadar xavfli edilarmi? Yoki bo'lmasa nima uchun sababi bormikin? Yoki bo'lmasa mana shu qishloqda yashovchi o'zbeklar olib kelishganmikin? Bu tarixchilarga havola, hukmiga havola. Birodar azizlar, mana shu Bobo Rahimni ikkinchi bora kelib qabrlarini ziyorat qilishim Alloh bu kishini g'araka rahmat qilgan bo'lsin. Bu kishi meni mahalladoshim. Bir mahallada, o'sha kurashxona dahasida ko'p jabr, zulmlar ko'rgan, urushlar qatag'onidan, shu bilan birgalikda ko'p qiyinchiliklardan nima qilgan mahalladosh, mahallam bo'lgan kurashxona mahallasidan, Namangan shahridan. Bu kishi Namangan shahridan chiqib ketgan ekanlar. Namangandan ketar bo'lsam, meni yo'qlar kishim bormi deb o'sha Langar bobo, o'sha tepalardagi Choshtepa tepasidagi tepaklardan biriga chiqib, shunday bir g'azalni o'qib chiqib ketgan ekanlar. Bu kishi chiqib ketar ekanlar, yana chiqib ketishdan bir g'azal aytgan ekanlar. Namangandan ketar bo'lsam, meni yo'qlar kishim bormi deb. Bu deganlari, meni endi yo'qlaydigan hech kimim qolmadi. Menga endi hech kimga, mana biz Alloh taolo, Alloh taolo bizga nasib ro'za ayladi, sizni yo'qlab keldik. Alloh taolo sizni g'araka rahmat qilgan bo'lsin. Mana biz bilan birga kelgan mana bu blogerlar ham, mana shu yoshlar ham Alloh taolo mana bularga ham nasib ro'za ayladi. Bobo Rahim Mashrab kim edilar? Bular xalqparvar. Shu bilan birga isyonkor shoir edilar. Nohaqlikni aslo ko'rolmas edilar. Shu tengsizlik qilganlarga, shu bilan birgalikda shu haqsizlik bo'lgan joylarda doimo bu kishi aytiladilarki, o'sha shohlar, podshohlarga, hattoki o'sha nimalarga hojasan, mullosan, mag'ruriy nasab bo'lma deb aytgan ajoyib bir she'rlari bor. Bu kishining she'rlarini buzib aytishda, buzib qo'yishdan juda ham qo'rqaman. Chunki bu kishi juda ko'p ilmiy asarlarini ketayotganlarda bir kishi o'sha o'z nimalar bu kishi she'rlarini noto'g'ri aytadi. Bir dehqon shunda buni dehqonning shilgorini buzib tashlaydilar. Nimaga buzasan? Telba deganda sen meni she'rlarimni buzib aytyapsan-ku degan ekanlar. Va shu bilan agar sandakkanga odamlarga qoladigan bo'lsa, men she'rim yoqib yuboraman deb ko'p asarlarni yoqib yuborgan ekanlar. Shuning uchun men qo'rqdim bu kishining she'rlaridan ko'proq aytgani va juda bir qattiq hayajondaman. Birodar azizlar, shu kelishdan asosiy maqsadimiz shu edi. Mana tomlari ochiq edi, tomlari yopilibdi, eshiklari, derazalari yo'q edi, eshik derazalar paydo bo'libdi. Men bu kishining oldingi maqbaralarni albatta sizlarga bir ko'rsataman, xudo xolasa. Juda ham xarob ahvolda edi. Hozir men qatnashib shu holatga ketdi. Eshiklar qurilibdi, eshik yo'q edi.
anchagina obod bo'libdi. Demak, Alloh taolo bir nimasi borki, bu kishini aytgan she'rlari bor. Alloh taolo Alloh aziz qilsa qulini hech kim xor aylamas. O'zi xor aylasa har joyga borsa xordir deb aytgan ekanlar. Qarang, shu joyga kelib turar, mana daraxtlar o'sib yotibdi, atroflarida esa suvlar sharaqlab oqyapti. O qolgan joylar esa dashtlik, biyobonlik. Demak, Alloh taolo bilan shunaqa baxtli insonlardan qilib yaratgan ekan. Mana qancha yillar o'tgan bo'lsa ham bu kishini nafaqat Namangan ahli, butun dunyo shariat ixlosmandlari ularni sevib hozirga qadar ashula, g'azallarini o'qiydi va ashula qilib aytadi. Birodar azizlar, faqat bir narsa aytamiz. Alloh g'ariqiy rahmat qilgan bo'lsin. O'sha aytaman, hech kim meni singari xori zavol qilmasin deb bir aytgan she'rlari bor. Bu kishi xor emas edilar. Bu kishi hech narsaga zo'r emas edilar. Shohi mashrab deb aytilishlariga sabab bu kishini bir o'sha nimalari bor, shohi mashrab deb aytilishlariga bu o'z nafslaridan, o'z nimalaridan g'alaba qilganligi uchun nima qilganlar. Mana yerli aholilardan kimdir keldi, "Keling, siz kimsiz? Assalomu alaykum." Yaxshimisiz? O'zbekcha bilasizmi? Bir ikki og'iz ayting, Bobo Rahim mashrab kim bo'lganlar? Bilasizmi? O'zi beter biladim. Siz bilmaysiz. Behtar biladi deydi. U domladan so'rang deyapti. Bu sizdan so'rang. Bobo Rahim mashrab kim bo'lganlar? Bu kim bu? Bu kishi xabarda o'tgan kim? Siz bilasizmi? Xabardormisiz? Shoh qalamlar mashhur. Xo'p, qayerdan kelganlar bu kishi? Bu kishi Namangandan kelgan. Namangandan kelganlar. Demak, siz bilasiz tarixlarni. Bu Mahmud Shoh nima uchun osgan bu kishini? To'g'ri. Voya tafsilot yo'q. Vaqtda bu kishi osilganlar, to'g'rimi? Vaqtda osilganlardagi nimaga bu qadar uzoqlikka olib kelingan bu yerga? Bunday ma'lumot sahih yo'q. Sizda bu haqda ma'lumot yo'q. Yo'q, bilaman, ammo nima raqam kelganda aniq ma'lumot yo'q. Hozir bu yerga yotgan Shoh mashrab Qalandar ekanligini siz bilasiz. Ammo varagada shuda bor bu kishi. Avliyo bo'lganlar, to'g'ri. Endi nima yo'q? Endi Baxsh shahrida Mahmud degan bir podshoh bo'ladi, bu kishini osadi. Osgandan keyin bu kishini o'sha yerda xalqdan qo'rqadi yoki nimadan qo'rqadi? Sababi yo'q, albatta. Shunchalik uzoqqa qancha kilometr dedingiz? 400 kilometr uzoqlikda. 400 kilometr bo'ldi. U mahalda ot ulov bo'lmagan, hech qanaqangi bir haligi nimalar transport bo'lmagan, samolyot bo'lmagan. Qanday qilib bu kishini olib kelishgan bu yerga? Siz xabardormisiz? Yo'q, sizchi? Siz bilmaysiz. Demak, Alloh taolo shuni nasibi ro'za aylagan. Mana bu atrofdagi qo'yilgan eshiklarni ko'rdik, o'tgan yil kelganimizda yo'q edi. Bular kim tomonidan qurilyapti? Bilasizmi? Kim tomonidan qurilyapti bular? Siz bilasizmi? Mana bu deraza yo'q edi o'tgan safar. Bu derazalar yo'q edi, derazalar qurilibdi. Kim tomonidan qilindi? Bularni mana shu daracha eshiklar. 2 yildir buyon yo'llanib qurgan. Kim? 2 yildir bermagan qaysi bo'lgan? Yo'q, kim qurshab bergan? Masalan, bir tujjormi yo qishloqmi? Kim? Hozir xabarim yo'q. Siz shu yerda yashaysizmi? Biz Turkiyadan keldik. Boshqa qishloqdan Kim kelgan. bor? Sizlar qayerdan keldingiz? Bu qabrga, bu yerga shundoq uzoq ishxomish degan joyga kelganliklarini ular ham ayta olishmaydi. Bu 4ta kitoblari bor, 4ta kitobdan hammasida ham bir xil ma'lumot bo'ladi. Ma'lumotlarni ko'p pushaymon qiladi o'zi ham. Eng qizig'i, bu ulug' zot aytadilarki, kelishdan oldin bu kishini mehmon qiladi oldin. Mehmon qilish davrida, "Ey Mahmud, sen meni qotilimsan" deydilar. Qanaqangi ey ulug' zot, sizni axir bir yaxshi bir avliyo kishi bo'lsangiz, men qanaqa qilib sizni qotilingiz bo'laman dedilar. Shunda "Sen meni qotilimsan" dedilar va shu bilan birgalikda shu taxtini oldiga borib o'tiradilar, taxtlarni o'tirganlardan keyin o'sha baxt mal qo'yadilar, mal qo'yganlardan keyin buni osishga beradilar. Osganlardan keyin bu kishi oldinga nimalardan aytamiz, osganlardan keyin bularni
o'sha olib borib qabrga ko'madilar. Ko'milgandan keyin oradan 3 kun o'tgandan keyin o'sha nimadan kelayotgan, hajdan kelayotgan kishilar ko'rishadiki, kishilar ko'p motamda turibdi. Balx shahrida o'sha oldingi videoda ko'rsatilgan ramziy qabrlarning oldida to'planib turgan xalqning haloqini ko'rgan kishilar nima gap, nima bo'ldi? Bu qadar motamda siz deganda bular aytadiki, shundoq qalandari mashrabni osib qo'ydi, mana Mahmud o'ldirdi deydi. Axir biz bu kishini it yetalab, kafallarni bir uchiga itlarni bog'lab ketayotganini biz ko'rdik-ku deydi. Deganda bu kishi hayron bo'ladi, hamma va borib shoshilib qabrga qaraydi. Qabr haqiqatan orqasidan katta to'ylik ochilgan, to'ylikning dan esa Bobo Rahim ko'rinmaydilar. Kirib ichkariga qaraydilar, Bobo Rahim mashrab yo'q. Oradan yana 3 kun o'tgandan keyin vazir, o'sha Balxning vaziri tushida ko'radi. Bu vaqtda Mahmud o'lgan bo'ladi. O'lgandan keyin o'sha bir ovoz keladi, qoch Mahmud deb o'zini yashab turgan saroyi bosib qoladi va o'ladi. Keyin vazir tushida ko'radiki, Bobo Rahim mashrab bunga aytadilar: "Ey mashrab, ey nima vazir, men qaytib keldim, meni olib borib ko'm" deydi, Ishkomishga deydi. Ishkomishga shu kunning uchun shu yerga ko'milgan deya xalq talqin qiladi. Bu qadar uzoqligini hech kim tasavvurga ham sig'masa kerak. Balxdan bu yergacha 400 kilometr. Birodar azizlar, oldingi ko'p asal o'lmaslardan oldin yozgan ko'p she'rlarida mening qotilim Mahmud deya ko'p marta aytadilar. Hatto Qashqarda va Xotanda qilgan ijodlarining orasida ham, O'ljada qilgan ijodlarining orasida ham shu ajoyib nimalar, she'rlar orasida bu kishi shu hodisalarni eslab o'tadilar. Bu avliyolar uchun ikki dunyo tor emas albatta, biz uchun albatta bu nihoyatda tushunarsiz holat. Bilmaymiz nima uchun bu kishi keldilar bu yerga. Allohning o'zi biladi. Birodar azizlar, kimda-kim bu kishini ziyorat qilmoqchi bo'lganlar, albatta shu oldin borish kerak o'sha nimaga, Balxdan o'sha ziyorat qilgandan keyin o'sha Tahor viloyatidan Ishkomish kishilarga qarab yursa, 400 kilometr atrofida yo'l bossa, albatta shu kishini ko'rishga muyassar bo'ladilar. Birodar azizlar, kommentariyada fikr va mulohazalaringizni qoldirasizlar. Nima uchun bu kishi shunday ulug' zot Balxda osildilar, shahid bo'ldilar, nima uchun bu yerga 400 kilometr bu yoqqa bu kishi yetib keldilar? Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Fikr va mulohazalaringizni albatta kutib qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Biz Namangan shahridanman. Bu kishi ham aytganlar, na malakman, na farishta, men ham inson naslidan. Men o'zim tavalludi Namanganiman deb aytilgan she'rlar topilmagunga qadar o'tdi, juda ko'p talash bo'lgan. Andijonliklar aytishgan bizniki degan, boshqa joydagilar bizniki degan, hattoki shu Qashqar va G'ulja tomondagi birodarlarimiz ham bizniki deb talash bo'lgan. Shu she'rlar topilgandan keyin bu Namanganlik deb tan olishga majbur bo'ldi. Shu kishi tug'ilib o'sgan Namangan shahridan manman. Salomat bo'ling. Ishingiz? Abdurahmon. Sizlar uzoq yo'ldan beri kelibsizlar, bizga mehmon bo'ldingizlar bu kecha. Rahmat. Sog' bo'linglar. Yo'q, biz mehmon bo'lgandan ham a'loroq bo'ldi. Bizni ham yurtingimizda sizlar ziyorat qilibsizlar. Biz juda ko'p xursand bo'ldik. Inshaalloh biz bu yerga ko'p kelamiz. Biz ziyoratga bizga ulamomiz, kattamiz, buzurlar bu ko'p keladi. Bu ulug' zot bu kishi. Juda ham avliyo. Bu Mahmud qo'rqqanidan bu kishini o'ldirgan. Ammo Mahmud sen meni nima deb buni oppoq xo'ja degan ulug' zot bu kishini shu Mahmud qatl qilishini bashorat qilgan. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Hammaga salom aytamiz. Nima bo'lsangiz ko'p qo'sh bo'ling. Yo'q, biz rahmat, biz hozir nimaga qabulga kelishimiz kerak. Yo'limiz